17 noyabr 2025 yilda soat 20 da Milliy to'da Ovsinlar serialining 41 qismi namoyish etiladi. Ushbu qism ayniqsa hayajonli bo'lishi kutilmoqda. Qahramonlar kutilmagan sinovlar bilan yuzlashadi. Ularning jasorati, sadoqati va eng murakkab vaziyatlardan chiqish qobiliyati sinovdan o'tkaziladi. Yangi qismda qahramonlar uzoq vaqt yashirilgan sirni bilib oladi va har biri murakkab tanlov qilishi kerak bo'ladi. Mojarolar kuchayadi, intrigalar oilaviy dramalar bilan aralashadi va kutilmagan voqealar tomoshabinni bir lahza ham zeriktirmaydi. Qahramonlar o'rtasidagi munosabatlarning hissiy tomoni alohida e'tibor bilan ko'rsatilgan, bu esa serialni yanada jozibali va ta'sirli qiladi. Ovsinlar seriali yana bir bor yuqori darajadagi aktyorlik mahoratini, puxta yozilgan ssenariyni va jonli dinamikani namoyish etadi. Har bir qism tomoshabinni qahramonlar bilan birga his qilishga majbur qiladi va keyingi epizodni intizorlik bilan kutishga undaydi. Drama, hazil va kutilmagan burilishlar uyg'unligi uni zamonaviy o'zbek televideniyasining eng yaxshi namoyishlaridan biriga aylantiradi.